Assalomu alaykum azizlar. Ayrim bemorlar bor, doriga o'rganib qo'ygan bo'ladi, ya'ni doimiy burun tomchilari tomizib yurgan bo'ladi. Buni sababi burunning yonida chig'anoqlar bo'ladi. O'sha chig'anoqlar juda ham kattalashib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun burun bitib yuradi. Ushbu rolik davomida shu muammoni yechish uchun qilinadigan operatsiya, vazotomiya operatsiyasi haqida gaplashamiz. Operatsiya o'zi 5 minut davom etadi. Shundan keyin siz butunlay burundan yaxshi nafas olib ketasiz. Demak, agar sizda burundan nafas olish qiyinligi muammosi bo'lsa, tez-tez angina bo'lsangiz yoki bo'lsa tez-tez gaymorit bo'lsangiz yoki burningizni shakli o'zingizga yoqmasa, rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimni kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, vazotomiya operatsiyasi kimlarda qilinadi? Ayrim bemorlar bor, bemorlar doimiy burun tomchilariga o'rganib qolgan bo'ladi. Ya'ni doimiy burun tomchilari tomizib yuradi ochish uchun. Dori tomizadi, ochiladi. Ochilgandan keyin 1 soat o'tadi, 2 soat o'tadi, yana bekilib qoladi. Yana tomizadi, yana bekiladi, yana tomizadi. Doimiy uyiga qarasangiz, har kuni pachka burun tomchilarini olib yuradi. Bu nima uchun yuzaga keladi? Burunning yon tomida chig'anoqlar bor. Burun chig'anoqlari deydi. Uni ichki qismi suyakdan iborat, usti qismi shilliq qavas, o'rtasida qon tomirlar bo'ladi. Shu qon tomirlar kengayib ketishidan qon dimlana boshlaydi va chig'anoqlar kattalashib ketadi. Va chig'anoqlar kattalashib ketgandan keyin burun yo'lini to'sib qo'yadi va bemor yaxshi nafas ola olmaydi. Endi tomchi tomizganda nima bo'ladi? Burun tomchilari tushadi, chig'anoqlardan so'riladi. So'rilgandan keyin u qon tomirlarni toraytiradi. Qon tomirlar toraygandan keyin chig'anoqlar kichkinalashadi, burun ochiladi va bemor yaxshi nafas oladi. Lekin bu dorining ta'siri doimiy emas. Ayrimlardiki 3 soatdan keyin, balki ayrimlarga 4 soatdan keyin, ayrimlari 15 minutdan keyin, qancha vaqtdan beri dori tomizilishiga bog'liq bu narsa, burun yana bitib qoladi. Chunki qon tomirlar yana o'z holiga qaytishi kerak. Xullas, bu kasallikning nomini vazomotor tumov deyiladi. Endi bu qanday tashxislanadi? Bemorimizda o'zini shikoyatlaridan. Ya'ni shikoyatlar nima? Burun bitishi, almashinib burun bitishi, kechqurun yotganda burun bitishi, yoki bo'lmasa issiqdan sovuqqa, sovuqdan issiqqa kirganda burun bitib qolishi va burun tomchilarini doimiy tomizib yurishi. Bu o'zi boshqa muammo hisoblanadi, ya'ni o'rganib qolgan o'zi. Endi vrachga keladi, biz nima tekshirishlar o'tkazamiz? Bemorimizni so'raganimizdan keyin burunni ko'ramiz. Burunni ko'rganimizda men aytgan chig'anoqlar kattalashib, shishib ketgan bo'ladi. Demak, bunda diagnoz qo'yildi. Endi qo'shimcha yana tekshirishlar qilish mumkin. Endoskopiya qilib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kamera bilan kiramiz, chig'anoqlar kattalashganmi, yo'qmi ko'ramiz. Undan tashqari rentgenologik tekshirish qilishimiz mumkin. Ya'ni burun yondosh bo'shliqlari rentgen qilib yoki 3D rentgen yoki MCT qildirib burun yondosh bo'shliqlari holatini ko'rishimiz mumkin. Endi tashxis qo'yib bo'ldik. Endi qanaqa davolanadi? Davolash bu operatsiya yo'li bilan davolanadi. Agar siz misol uchun burun tomchilariga o'rganib qolgan bo'lsangiz, doimiy burun tomchilari tomizib yursangiz, o'zi har doim uyingizda, spalniyda, mashinada yoki bo'lmasa ishxonangizda burun tomchilarini olib yuradigan bo'lsangiz yoki shunchagizda o'zi sizda operatsiya qiladigan vaqt kelibdi. Operatsiya vazotomiya deyiladi, 5 minut davom etadi. Og'riqsizlantirish, umumiy og'riqsizlantirishda amalga oshiriladi. Ya'ni siz hech narsani og'riqni his qilmaysiz, chunki uxlab yotgan holatda bo'lasiz. Operatsiya davomida nima qilinadi? Operatsiyaning asosiy mexanizmi haligi shishib ketayotgan qon tomirlarini kuydirish orqali chandiq hosil qilish va shishib ketishini oldini olish. Ya'ni chig'anoqlar kichkinalashtiriladi va burunning yo'li ochiladi. Endi buni qanaqa turlari bor? Juda ham turi ko'p. Bu operatsiya juda avvaldan beri qilib kelinadigan operatsiya. Birinchisi klassik usul. Bu instrumentli vazotomiya operatsiyasi deyiladi. Bu deyarli qilinmaydi hozir. 10 yil oldin qilganmiz. Raspator yordamida, maxsus instrument yordamida burun chig'anoqlari kesib kiriladi va burunni chig'anoqlar ichidagi qon tomirlar buziladi. Va buning natijasida chandiq hosil bo'ladi keyin va chig'anoqlar kichkinalashadi. Bu birinchisi. Bu deyarli hozir qo'llanilmaydi. Har qalay biza umuman qo'llanadigan cheklanmaydi. Ikkinchisi radioto'lqinli vazotomiya usuli. Unda radioto'lqin yordamida chig'anoqlar kichkinalashtiriladi.
Bunda radioto'lqin chig'anoqning ichiga kiritiladi va chig'anoqning ichida radioto'lqin bilan ta'sir qilinadi qon tomirlarga va ular kichkinalashtiriladi. Biza shu usuldan foydalanamiz. Undan tashqari Shegerli vazitamiya bor. Unda Sheger apparati kiritilib, haligi qon tomirlar kesib olinadi va shuni hisobiga kichkinlashib qoladi. Turbinoplastika qilinishi mumkin. Ichidagi suyak qismini bir qismi olib tashlanishi mumkin va hokazo. Eng men uchun, meni fikrimcha eng oson usul va bemorga yengil qabul qilinadigan bu radioto'lqinli vazitamiya hisoblanadi. Ya'ni chig'anoqlarni radioto'lqin yordamida kuydirib, uni nafas olishini tiklash hisoblanadi. Operatsiya 5 minut davom etadi. 5 minutdan keyin javob beramiz. Javob bermaymiz, 5 minutdan keyin operatsiya tugaydi, ertasi kuni javob beramiz. Bitish jarayoni qanaqa qiladi? Operatsiyadan keyin bemorda burni bitib qoladi. Shish bo'ladi operatsiyadan keyingi shish. Keyin uje operatsiyadan keyin shilliq ajralish boshlanadi. Undan keyin qatqiqloqlar hosil bo'ladi va ajralishni boshlaydi va shundan keyin burun ochila boshlaydi va shundan keyin bemorimiz burun tomchilaridan qutulib ketadi va unga ehtiyoj qolmaydi. Ya'ni burunni ochib beramiz. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Shu o'rinda oxirgi narsa burun tomchilarining zarar haqida aytib o'tmoqchiman. Burun tomchilari bu doimiy tomuz uchun mo'ljallangan dori hisoblanmaydi. Bu ximikat hisoblanadi. U shomollaganimizda, allergiya qo'zigan vaqtda 7 kun, 10 kun tomuz uchun mo'ljallangan dori hisoblanadi. Agar uni uzoq vaqt tomizsak, u qon tomirlarga so'riladi va burunni shilliq qavatini qurishiga olib keladi. Chunki qon tomirlarni toraytirish hisobiga. Undan tashqari burun qonashiga olib keladi. Bosh og'rig'iga olib keladi, chunki miyaga boradigan qon tomirlarini toraytiradi. Va qaramlikka olib keladi. Ya'ni o'rganib qoladi shu dorini. Постоянно shu doriga o'tirib qoladi va постоянно sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bu juda ham jiddiy masala hisoblanadi. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatimni keling, yordam beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.